diydoringizga to'ya olmadim onajon. Onam, bizni kimlarga tashlab ketdingiz? Onajon, Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi bolalarim? Onajon, siz tirik ekansiz. Voy bolalarim, sizlarga bugun o'laman degmidi? Oho, aya, har safar osh qilsangiz uyimizni mehmon bosadi-ya, ko'z tegmas. hammamizga onam o'ldi deb telefon qilib tirjashini qarang buni. Shunaqa ham hazillashadimi? Seni deb reisimni atmen qilib keldim. Ishxonamdan ruxsat so'ramay keldim. Haydashsa, oilamni sen boqasan. Ertaga magistraturaga imtihon topshirishim kerak edi. Hech bolaligingiz qolmadi-da, aka. Ha, meni bolaligim qolmagan. Sizlar katta odam bo'lib ketgansizlar. Opamga telefon qilsam, chetga safarim bor deydi. Akamga qilsam, mansabim oshyapti, ishim ko'p deydi. Sen bo'lsa, hali u imtihonim bor, bu imtihonim bor deysan. Shunga shunaqa hazil qilish kerakmi? Ey opa, bugungi hazil ertaga chim bo'lsa-chi? Onamning nech kundan beri mazalari yo'q. Aka-ukalaring kelmay qo'yishdi, hatto tushlarimga kirib chiqyapti deydi. Sizlarga telefon qilsam, mana reysam qolar ekan, isham qochib ketmas ekan. Bir kun kelib diydor ko'rishish uchun onam o'lishlari shartmi? Bizneslarni deb Ey, bir kun kelib dunyoni pulini topishinglar mumkin. Lekin onamni qaytib topa olmaysizlar. dunyoga berilib onamni qariganini bilmay qopmiz. Onalarga ular o'tgandan keyin tobutini ko'tarishga talashadigan qo'llar emas. Ular tirik paytda bir piyola choy uzatadigan qo'llar kerak deydiganlar. Bitta like bosib qo'yamiz. Onam